Bu misolni yechish yo'llarini bilishingiz mumkin. Biz sizga qulayini o'rgatamiz. Demak, quyidagi shakllarni har biriga turli xil sonlar beramiz. Aylanalariga bir xil, uchburchaklariga bir xil va to'rtburchaklariga bir xil sonlar. Bular tarozi, demak, teng chiqishi kerak. Demak, mana bu ikkita doiralarga 3 dan beraylik. Demak, ularni jami og'irligi 6 bo'ladi. U holda bu tarozi palasida ham 6 kilogramm bo'lishi uchun men bular 2 dan bo'lishiga to'g'ri keladi. Ana endi bizda bor natijalarni keyingilarga qo'yib ketamiz. Demak, bu 2, bu 3. Demak, bu tarozi palasida 5. Demak, bu tarozi palasida ham 5 bo'lishi kerak. Uchburchaklar ikkiligini inobatga oladigan bo'lsak, kvadratimiz 1 ga aylanadi. Ana endi bizda bor natijalarni qo'yamiz. Demak, doiramiz 3, kvadratimiz 1, uchburchagimiz 2. Demak, 6 ga teng ekan. Demak, bu yerda paydo bo'lishi kerak bo'lgan javob ham 6 ga teng bo'ladi. Ana endi bizda bor bo'lgan sonlarni bularga qo'yib chiqib, tekshirib chiqamiz. Demak, doiralar 3 dan bo'lsa 6, bizda A javob 1 daniga chiqdi. Keling, qolganlarini ham tekshirib ko'raylik. Kvadratlar 1 dan edi. Demak, javob 3. Bunda uchburchaklar 2 va kvadrat birligi uchun 5. Mana bunisida ikkalasi 3, 3. Uchburchagimiz 2 bo'lgani uchun 8. Y javobda esa 1, 1, 3 bo'lsa 5 degan natijani olamiz. To'g'ri javob A edi. Biz shunchaki ularni tekshirib ko'rdik.